Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Sog' salomatlikda, omonlikda bormisizlar? Bugun sizlarga yana bitta yangi agregatlarimizdan bog' uchun mo'ljallangan 2000 litrlik sadovoy opryskavatorimizni qisqacha obzor qilib o'tamiz. Bu turbo kompressorlik 10 tar zavodida ishlab chiqarilgan 2000 litrlik opryskavatorimiz sudrama hisoblanadi. Balonlar bilan jihozlangan. Nasoslari 145 barlik katta nasoslar. Italyanskiy regulatorli datchik. Bu traktor salonini yopib kirib ketdi. Ichkaridan davleniyani kam ko'pini regulatsiya qilish xususiyatiga ega. Bu opryskavatorimiz bir vaqtni o'zida past daraxtlarga ham, baland daraxtlarga ham dori, ya'ni oziqa, har xil daraxtlarga bo'lgan oziqalarni sepib yetkazib berish xususiyatiga ega. Ventilyatorlar bilan jihozlangan. E'tibor berishingiz mumkin. Ventilyatorlari katta 1.10 diametrlik katta ventilyatorlar. Farsonkalari dalniy ближний bo'ladi bular. Mana balajinada uzoqqa sepib beradi, baland daraxtlarga. Bitta orqasiga o'tkazamiz. Bu kichkina daraxtlarga yaqinga sepib beradigan farsonkalar bilan jihozlangan. Bunaqa latonli filtrlari bo'ladi. Ham stoykali bo'ladi bunisi. Bitta variantimiz. Stoykalari 9 tadan adashmasam 18 ta farsonkalar. Bu yoqda xuddi shunaqa 9 tadan farsonka, faqat dumaloq joylashgan bu. Stoykasida farq qiladi. Bu misol uchun balandligi 6-7 metrgacha bo'lgan daraxtlar, 7-8 metrgacha bo'lgan daraxtlarga yetkazib bera oladi sepgan dorisini. Bunimiz 10 metrdan oshiq bo'lgan daraxtlarga ham bemalol xizmat ko'rsatadi. Endi bu yana bitta qulayliklari, afzalliklarini aytib o'tadigan bo'lsak, o'zini отдельный qo'l yuvadigan toza suv bo'ladi. Misol uchun dorida o't-o'tchiz dori bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'sha paytda bemalol toza suv bilan qo'lingizni chayvasiz bo'ladi. Sig'im aytib o'tganimdek 2000 litrlik bunaqa katta filtrlar bilan jihozlangan bo'ladi. Misol ariqdan, kanallardan har xil suvlarni tortganingizda musorlarni mana shu yerda olib qoladi. Bu nimaga yaxshi? Sepadigan farsonkalarimiz to'lib qolmasligiga, tiqilib qolib yaxshi sepmay qolishligini oldini oladi. Ko'rib turganingizdek 2026 partiya 10 ta zavod bunaqa bahaybat motorlar bilan jihozlangan. Bu yerda ventilyator yoqib o'chiradigan rechaklari bo'ladi. Aytib o'tganimizdek yangi partiya. Bularning soni ko'p. Bemalol belgilangan raqamlarga aloqaga chiqib yana qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hozir bitta obrazini yig'ib qo'yganmiz. Va bizani kanalimizga obuna bo'lib kirib ko'rsanglar, bunaqa har xil payshaxalar, teleshkalar yoda enrularimiz bor, Selsni kombayn. Shunga o'xshab bunaqa Hindistonning Shaktiman zavodining prispat bo'lish aylanma omoch paxta mashinalari, har xil turdagi agregatlar to'g'risida ma'lumot olishingiz mumkin. Bizani kuzatishda davom etinglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Biz sizlarga zamonda va har xil yerlardan kelib chiqqan holda, bog'lardan kelib chiqqan holda har xil qulayliklarga ega bo'lgan agregatlarni ko'rsatib borishda davom etamiz. Sog' bo'linglar. Charchamanglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.